Turnir ekvatoriga yetib kelyapman do'stlar. 9-jang. Yengil vazn toifasida. Birinchi bo'lib Ozarbayjon vakili Salih Mamadov oktagonga chiqadi. 24 yoshda ushbu sportchi kinolar rekord hali mag'lubiyatga uchramagan. Baku shahridan Janpolat Budagov shogirdi. 1,76 m bo'yning balandligi. Bazasi Yunon Rum kurashi. Jangini ham muddatdan avval yakuniga yetkazgan. Birinchisida submission, ikkinchi jangida esa ground and poundda birinchi raundda diqqat qiling. O'zbekiston Sirdaryo viloyatidan Ozodbek Omonov. Uning raqibi Ozodbek Omonov. Mahalliy sportchi, mamlakatimiz vakili, juda yosh sportchi, 19 yoshda. Sarvar Shokirov, Dilshod Ismoilov shogirdi. Shokirov jamoasi a'zosi, 1,74 m bo'yning balandligi. Bitta jang, bitta g'alaba. Introducing tanishtiruv. Ko'kburchakda 24 yoshda Ozarbayjon Boku shahridan MMA bo'yicha ko'plab turnirlar ishtirokchisi trener Janpolat Budagov. Спортивный клуб Budakov Fight, рост 176 сантиметров. Профрегорд, 2 боя, ни одного поражения. Поприветствуем Салих Мамадов! И его соперник красный угол. Qizilburchakda 19 yoshda O'zbekiston Sirdaryo viloyati Guliston shahridan MMA bo'yicha kandidat master sport murabbiyi Sarvar Shokirov, Dilshod Ismoilov. Shokirov 721 sport klubi, bo'yi 174 cm. Prof-rekordda bitta jang, bitta g'alaba. Olqishlaringiz Ozodbek Omonov. Bir 1,5 kilogramm og'irroq chiqqan. Shuning uchun jangni sariq kartochka bilan
kartochka bilan O'tdi boshlaydi. degani bu birinchi raund deyarli berildi degani. Bir ball olib tashlanadi. Total ustunlikka ega bo'lsa, durang bo'ladi. Ammo raqib juda kuchli. Mamadov anolardan emas. Endi Ozodbek Omonovni ham ko'p kuzatganmiz, qo'l jangi yo'nalishida janglarda ishtirok etgan, aralash jang san'atlarida tezkor ham bosim uyushtiryapti, tuzatdi. Sakrab olishga harakat qilyapti. Mamadov esa markazni egallashga harakat qilmoqda, keskin zarbalar bilan oldinga boryapti. Jarayonni ko'ryapmiz. Linch. Qarang, tuzani qanday zarba beryapti. Mana endi. Kutib olishga harakat qilib ko'rdi qarshi hujumda. Juda tezkor Mamad. Juda tezkor. Hozir konsentratsiyani yo'qotmaslik kerak birinchi navbatda. Tegmadi ana zarba aksincha qarama-qarshi zarbani o'tkazib yuboryapti. Zarbasi yo'lashga imkon bermayapti. Qani himoyaviy uslubini. Ishdan chiqishda tizza zarbasini baribir yo'lladi. Ozodbek Omonov yaxshi o'tdi hozir zarba. Boshga. Himoyaga tegyapti. Bitta parter kerak ekan. Qolib ketdi. Zarbalar shundan hayatlayapti. Talya. Mamadov. Yaxshi ikkilik zarbasi o'tdi. Chap qo'l yoziladi zarba ham. O'tyapti va hozir oldinga borish mumkin. Yana o'ng qo'l zarba. Ketdi. Ochiq jang qilishga chiqmoqda har ikkisi. Og'ib ketdi Omonov. Ammo darhol ochilyapti. Talya yiqitishga bo'lgan harakatni ko'rdik. Ana endi tizza zarbasini yo'llash uchun yaxshigina imkoniyat muxlislarga yoqmoqda mana shu jang. Ochiq jang, yorqin jang do'stlar. Yana bir zarba. Kelyapti Mamadov. Kutib olish kerak. Hozir o'ng qo'l zarba. Ikkinchisi. O'tkazishga harakat qilyapti. Mana shu bir qadam biroz ortga tashlagan holda o'ng qo'l krossini. Ozodbek o'tkazib yuboryapti ana shu. Jab. Kutib olish zarbasi. Yaxshi o'ng qo'l kross. Darhol masofani uzoqlashtiryapti Mamadov. Bitta kombinatsiyalar amalga oshiryapti. Talya. Mana shu qolib ketyapti endi. Qolib ketyapti. Mumkin emas qolib ketish. Qolib ketish mumkin emas. O, qanday kuchli zarba. Oxiri o'tdi. Chuqur himoyada Ozodbek referi ogohlantiryapti. O'tkazib yubordi o'ng qo'l zarbasini. Izzatilla Sharif ikkinchi bor ogohlantiryapti. Murakkab holat Omonov juda kuchli zarba qabul qilib oldi. Talya gol. Yorqin jang, chiroyli jang. Talya Mamadov.
zarba kuchli o'tkazib yuborilgan. Vaholanki burilish yasayotgan edi. Yorqin jang ko'rsatishdi. Jangchilar, sportchilar. Bir narsaga e'tibor qaratmagan ekanman do'stlar. Amfiteatrga odamlar sig'magandan yo'q holatda tomosha qilayotganlar ham ko'p ekan. Birinchi raund 4-daqiqa 39-soniyada to'xtatdi va unda TKO texnik nokaut bilan g'alaba qozonmoqda. Siniy ugol Ko'kburchak Talekmamatov. Ozarbayjon olqishda qo'yamiz. Talek Mamadov. Chiroyli g'alaba. Demak, do'stlar, bugun davom etamiz. Navbatdagi jangimiz 84 kilogramm vazn toifasida bo'lib o'tadi. ATF 32 turniri 10-jangimiz va ushbu jang referisi Timur Mahmudov. Xalqaro toifadagi hakam. Olqishlar qo'yamiz. Ishtirokchilarni oktagonga taklif etamiz. Ko'kburchakka taklif etiladi. Turkmaniston vakili Janibek